Xo'sh, amsam o'sha bugungi darsimizningki, sizlar bilmasanglar bo'lmaydigan bir grammatik nuqtasi bor. Sizlar o'sha grammatik nuqtasini tushunib olsanglar, bo'ldi bugungi darsdan yaqqanini tushunib o'tamiz. Okay, qaranglar. İngliz tilida bala bu deganni, masalan, o'zimizga yaqin narsani deymiz this. Tushunami? Mana. Okay, this. Tushunami? This. Bo'lsa buni uchinchi shaxs birlik shunaqa is. This is bu bo'lsa sizning your book. Odatda oxir bir to chekdan oxirlashi jumlalar shunami? Demakchi this is your book. Bu bo'lsa nima sizning kitobingiz. Bu nima desan oddiy bir bayon jumla bo'ldi ingliz tilida. Tushunamizmi? Okay, oddiy bir bayon jumla. Endi bu oddiy bayon jumlani savolga aylantiramiz. Savolga aylantirsa qanday aylanda? Kimda boqadi? Anyone? Qanday qilamiz sizlarnincha o'yinni beringlar. Savolga aylantirsa qanday qilamiz shuni savolga? Demak, bu sizning kitobingizmi? Keyingi bu ketib qo'yandiq ya. Qanday qilamiz? Okay, eng tayin addiya. Qanday qilamiz? Bu shu is mushariki BP'li, ya'ni is bo'lsa degan BP'ni oldiga shundoq qilib o'tkazib qo'ysak, bu nima bo'ldi? Savol jumla bo'ldi. Savol jumlaning keyinida nima bo'ldi? Bir tal so'roq belgisi bo'ldi. Oningdan keyin jumlaning birinchi harfi qanday qilindi? Cho'ng yoziladi. Okay, yana qarang savoldoshlar. Endi bu yerga nima? It u narsa ya hayvonlarga is bo'lsa, okay, keyinchi my cat. Endi u bo'lsa mening nimam mushkim. Endi mana shularni desaqchi. Asan BP'ni fishdan oldiga chiqib o'tamiz. Qanday? Is'dan oldiga chiqib o'tsangiz, is it my cat? Voy, bu mening mushkimmi? Okay, deganda. Qaranglar, you might. Okay, mana shularni desaqanda you might. Okay. BP'li oldirib bo'ldi emasmi? Buningga you ga mas qilgan BP'li are demakchi. Are you Mike? Siz Mike ma? Asl shakli nima? You are Mike. Siz bo'lsangiz Mike. Ana BP'ni aytib qo'ysak nima? Are you Mike? Shunami? Desa yes, dema? Yes, I am. Okay, men shu. Demak, endi to'liq shakli buningki bolalar. Yes, I am Mike. Shunami? Hamda yes I am Mike degandan keyin Mike hamda birinchi jumla are you Mike da chiqib bo'ldi. Chiqib bo'lgandan keyin ingliz tilining grammatik qoidasida hamda birinchi jumla chiqib bo'lganda ikkinchi jumla qanday qilish bo'lmaydi? Qaytlash, qat'iy bo'lmaydi. Shunga yes I am Mike qarab ketib yes I am lam qanday qildi? Qilib qoldi. Xo'sh, hamsa shu excuse me degan tekstimizni hozir bizningki bir karton film qo'yildi. Shuni aytdi, quloqni ding tutib, bir anglagandan tekstni bir tushuntirib o'tay, ya. Lesson 1. Excuse me. Listen to the tape, then answer this question. Whose handbag is it? Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Okay, hamma anlab oldinglar bolalar? Okay, hamda yana bir savol bor. Okay. Whose handbag is that? Okay, is this? Is it? Hamda u sumka zari chimdan. Aslancha chimdan da sumka. Kimningki? Javobini ham shu bizningki avditalning inkas qaytirish nimasiga yo'llanlar, hozir javobi deyilmaydi ma'noda. Okay. Okay, amsa bu bir qisqagina bir dialog ekan ku bolalar. Bu dialog hamda bu nima desam, excuse me. Excuse me degan nima? Voy, kechiring, avar qilgan bo'ldim. Demakchi takalluf so'zi, shunami? Demakchi to'nimagan odamni chaqirganda, shuni diqqat tortganda, bir undan savol so'ramoqchi bo'lganda, nima deymiz? Excuse me. Excuse me, shunami? Desa yes. Nima gapingiz bor-ku? Actually, excuse me deb to'g'ri ayol kishi, shunami? Yes. Voy, nima deytingiz? Nima gapingiz bor-ku? Shunami? Yes. Desa, is this your handbag?
Okay. Nima deganga bo'ldi? Is this your handbag? Bu sizning qo'l so'mkangizmi? Asl shakli this is your handbag. To'liq shakli bu bo'lsa sizning qo'l so'mkangiz. Bu savolga aylantirganda shu BP'ni shallaqqan oldiga o'tkazib savolga aylandi. Oson. Nima degan oson? Oson bo'ladimi, qiyinchiroq bo'ladi bolalar? Endi ingliztili intayin oson. Azroqlam qonuniyatni bilib olsanlar. Okay, is this your handbag? Nima? Bu sizning qo'l so'mkangizmi desa? Pardon? Anlayapmabdi-da. Anlayamagan qo'y. Nima dedingiz? Nima? Shunami? Pardon? Is this your handbag? Okay, bu sizning qo'l so'mkangizmi? Yes, it is. Demakchi, yes, it is my handbag. Nima yerga my handbag birinchi jumla chiqib bo'ldi, ikkinchi jumla qaytarishga bo'lamdi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shunga yes, it is lan bo'ldi. Shu. Demakchi, shu mening qo'l so'mkam. Okay, thank you very much. Thank you very much. Voy, sizga ko'p rahmat. Albatta, so'mkasini teppagan ekan. Okay, qanday qildi? Rahmat bergan. Thank you very much. Okay. Aniq sağlaşlar. Mushu seninki kitobda so'zlikninki keyinida mush har xil harflar bor. Harfdan keyinini to'g'ri chekib qo'yib qo'yadi. Bu nimalarni ifodalaydi desangiz, xuddi masalan mana noun degan ism shunami? Ismni keyiniga mush n harfi bir to'g'ri chekib qo'yib qisqartirish. Bu qisqartish abbreviation deymiz-ku. Xuddi masalan Shinjang Uyg'ur Abdunum rayoni deganda SHUR, BDT deganning masalan badan do'ppiq toz degandeklamku qisqartilish. Shunami? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qo'yamda. Shuni o'xshash ham ingliz tilida qisqartirdi. Birinchisi mush n chek to'qqasa bu nima? Ism so'z turkumiga tayyor. Demakchi narsaning ismi. U bu ism bilsan-ku, noun. Okay. Aniqda v bir chek to'qqasa verb. Bu degan nima? Fe'l. Okay, bu hisobda fe'l bo'ldi. Verb. Okay. And adj. Okay. ADJ, sorry. J da o'qiymiz ana. Okay, bu nima? Adjective. Adjective degan nima? Sifat. Egiz faqa o'riqsimiz, chiroyli sat degan shu adjective. Okay, endi keyingi marsa adverb. Adverb degan ravish. Ravish bo'lsa desanlar, shu nihoyatda go'zal, azroq go'zal emas degandek shu sifatning darisini kelmayib qo'shirib boqadi shu ravish adverb. Adverb, adv bo'lsa pronoun, okay. Ana pronoun degan almash. Almash masalan nima? Ablajon bo'lsa bir o'qituvchi. Endi I am a teacher. Men bo'lsam bir o'qituvchi. Demak, shunday I birinchi shaxs almash o'qib keladi. Bir odam ismlarning o'rniga almashtirgani pronoun deymiz, ha? Yana preposition, okay. Ana preposition degan so'z oldi qo'shiluvchilar. Okay, so'z oldi qo'shiluvchilar. And conjunction degancha bog'lovchilar. Okay, bog'lovchilar deganimiz hamda. Masalan, and va bilan ham shunami boshlanadi deymiz. Okay. Ondan keyin intan yana bir muhim hukm nima desanlar? Numbers. Okay, ingliz sanat. 10 sanay olamsizlar? Bugun 10 san saqlan bo'ldi. Okay, 10 san saqlan bo'ldi. Okay, men sanab baqinglar. Men ekranda Mushu 0 dan tortib 9 gacha rasm bor. Uni qetib qo'yinglar bo'pti. Okay. Sanab baqinglar. Okay, men 0 nim deymiz. 0 yoki O telefon numarani O deb o'qiymiz. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now yaxshi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. All right. Anda buning yezilishini ustidan ostiga bir qarab baqaylik. Okay. 1 agish bo'lganlar birlikda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaxshi. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Good. 10. Demek ki 10 sanashni o'rganib olsanglar, sizlarnikini aytdi. Cho'ng qalbanglar. Okay. Endi mavo igilik kelish shu ning degan shakllarning bir tafsiri olda tushuntirilishi. Endi biz buni ekranni cho'ng aytib, sizlarga nima qilib beramiz? Sizlar meni rasmga tortib olib, saviyasidan yuqori bo'lgan savodashlar meni ko'rsanglar. Endi men yangi boshlagan bolalarga manda tushuntirib o'tishdan qanday desanglar, ancha menimcha hojati yo'q. Endi men darsni yana bir qatim o'rganib bo'lgan savodashlarni bir qatim takror yuzidan ko'rsam deyishni umid qiladigan, bir takror texmi bekrak bir narsa o'rgansam deydigan savodashlar bo'lsanglar, sizlar men ekrandagi ashlarni qada bir takrorlayotanglar. Biz mana shu videoning ostiga rasm shaklli naqshini chiqarib qo'yamiz. O'zingizlar bir ko'rib olsanglar, tushunishlik bolalar. Chunki bu darslarni kerak tushuntiramiz, bu hozir qolajaq tushunolmaydi. Okay.